Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga hozir internetni juda portatib yotgan, mana shunaqa sun'iy intellektda qilinadigan viral videolarni qanday qilinishini darsligini ko'rsatib beraman. Barcha promptlar, barcha saytlarni sizlarga taqdim qilaman. Demak, bizaga bu ishni qilish uchun avvalo nima kerak bo'ladi? Bizaga birinchi o'rinda ChatGPT kerak bo'ladi. ChatGPT bo'lmasa Gemini, undan keyin Nano Banana kerak bo'ladi rasm generatsiya qilish uchun. Agar Nano Banana bo'lmaydigan bo'lsa, Whiskdan foydalanishingiz mumkin. Va keyingisi V3 kerak bo'ladi. Kimda V3 bo'lsa V3, Kling bo'lsa Kling AI ishlatishi mumkin. Lekin Grokda bo'ladimi yo'qmi bilmadim. Buni tekshirib ko'rishingiz mumkin. Demak, bu videolarni tayyorlash uchun men promptlarni tayyorlab qo'yganman. Barcha promptlarni rasm yaratish uchun, tekst yaratish uchun va animatsiya qilish uchun promptlar bor. 3 xil prompt bor. Eng avvalo biza rasm yaratib olishimiz kerak. Ya'ni qaysi personajni harakatlantiradigan, jonlantiradigan bo'lsak, o'shani rasmini yaratib olishimiz kerak. Buning uchun sizlarga berilgan ushbu promptni birinchi bo'lagini kopiya qilib olasiz. Mana obyekt degan joyga mana sabzi deb yozdim. Siz o'zingizni boshqa personajingizni yozishingiz mumkin. Albatta bu yerda mevalar bo'lishi mumkin, sabzavotlar bo'lishi mumkin, texnik jihozlar bo'lishi mumkin. Nima bo'lsa ham yozsangiz bo'ladi. Hozircha men mana shu poliz mahsulotlarida sizlarga ko'rsatib beraman. Sabzi deb yozdim va buni promptni kopiya qilib olamanda endi Nano Bananaga kiraman. Gemini'da Nano Banana rasm yaratish bo'limiga o'taman va ushbu promptni bu yerga tashlab hamma joyini tekshirib chiqamiz. Pro versiya turgan bo'lishi kerak, rasm yaratish turgan bo'lishi kerak va bu yerda endi bizada Gemini'da format tanlaydigan joy yo'q, ko'rib turibsiz. Shuning uchun promptni oldiga men qaysi formatda rasm yaratishini Gemini'ga aytishim kerak. Ya'ni bu yerda format 9:16 deb yozaman. Bu shorts yo'nalish. Shorts format va generatsiyani bosaman. Biroz kutganimizdan keyin bizani birinchi rasmimiz sabzini rasmi yaratildi. Mana ko'rib turganingizdek, sabzi va sabzini tana qismiga o'sha predmetni, obyektni nomi yoziladi. Bu promptda ko'rsatilgan. Prompt ichiga shunday deb yozilgan. Agar sizda boshqacha personaj, boshqacha xohish bo'ladigan bo'lsa, promptni ochib turib, o'zbekcha prompt bemalol o'zgartirib, o'zingizga moslab olishingiz mumkin. Endi biza bu rasmni skachat qilib olamiz va o'zimizni papkamizga sabzi deb saqlanib qilib olamiz. Keyingi qiladigan ishimiz ikkinchi personajni yaratishimiz kerak. Bunga ham format 9:16 deyman va keling bu safar pomidorni yaratamiz. Pomidorning rangini yozib o'tirish shart emas, sun'iy intellektni o'zi biladi. Demak, generatsiyani bosamiz va mana bizani qizil pomidorimiz yaratildi. Pomidorni ko'rib turganingizdek, ustiga pomidor deb ham yozib qo'yibdi va u boshqa ekilgan pomidorlar orasida turibdi. Buni ham saqlanib qilamiz pomidor deb va 3-chi rasmni yaratamiz. Promptimizni tashlaymiz va keling bu safar formatni to'g'rilab olganimizdan keyin bolgarskiy burchni, bolgar qalampirini yozamiz. Bolgar murchi dedim. Menimcha generatsiya qila olish kerak. Generatsiyani bosamiz va mana bizani bolgar murchimiz yaratildi, lekin qizil rangda yaratildi. Bizada hozir qizil rang bor, sariq rang bor. Keling buni boshqa rangda qilamiz. Yana promptni takroriy tashlab turib, yashil bolgar murchi deymiz. Jo'natamiz va biroz kutamiz. Mana bizani 3-chi rasmimiz ham yaratildi. Ko'rib turganingizdek, personajni ko'kragiga uning nomi yozilgan, yashil bolgar murchi. Demak, biza u yoqda nima deb yozsak, bu yerga shunday ham yoziladi. Buni ham saqlanib qilib olamiz va endi biza promptlarimizning ikkinchi qismiga o'tamiz. Bu yerda bizada personajlarni gapirtiradigan tekst yaratishimiz kerak. Ya'ni personajlar nima deb gapiradi? Buni ham o'zini qonun qoidalari bor, qanday gapirish kerak, qayerdan olib gapirish kerak. Bularni men sizlarga master prompt qilib, ya'ni asosiy avtomatik ishlaydigan prompt qilib
tuzib qo'yibman. ChatGPTga kiramiz va u bilan salomlashib olib, promptimizni tashlaymiz. Va promptimizda e'tibor bergan bo'lsangiz, sabzi deb yozib qo'yganman. Va mana bizani tekstimiz tayyor bo'ldi. Men sabziman, inson uchun foydaliman, xullas shunaqa gaplar. Agar promptni yanada to'liqroq ko'rib o'qib chiqaman desangiz, mana shunaqa ko'rinishda bizani prompt. Video uchun, qisqa matnlar uchun master prompt, kirish, obyekt, mana sabzi, vazifa birinchi shaxs nomidan gapiriladi, qanday gapiriladi, qayerda gapiriladi va namuna sifatida mana pastda namuna ham bor. Qanday tuzilishi kerak prompt. Bu aynan shu promptni bermaydi, shunchaki qanday ishlashini bunga ko'rsatib berganman. Shunga yarasha, shu shablonga yarasha bizga tekst generatsiya qilib beradi. Mana tekstimizni oldik. Endi ikkinchi sabzavotimizni yaratib olamiz. Tekstini pomidorni jo'natamiz va mana men pomidorman, inson uchun men ta'm va rangman. Agar xohlamasangiz, bu tekstni siz istamasangiz, o'zingizcha to'qib yozishingiz mumkin. Men pomidorman, bunaqaman deb o'zingizni tilingiz bilan ham yozsangiz bo'ladi. Endi bu promptni yozishimdan maqsad ko'p generatsiya qiladigan kishilar uchun, katta masshtabda ishlash uchun avtomatik ravishda mana shunday qilsangiz bo'ladi va promptga menga 10 ta sabzavotga deb sabzavotlarni birma-ketin yozsangiz, 10 tasiga birdan tekst qilib beradi. Xohlasangiz 100 tasiga ham qilib beradi. Shu maqsadda bu master promptni yaratganman. 100 ta sabzavotni gapiradigan gapini o'zingiz qo'lingiz bilan yozib, o'ylab yozaman desangiz, ancha vaqtingiz ketadi. Demak, hamma tekstlarimizni generatsiya qilib bo'lganimizdan keyin promptni 3-qismiga o'tamiz va bu yerda bizada V3 da animatsiya qilish prompti. Mana shu ikkita qator promptni olamiz. Bu ikkita qator promptni olib V3 ga kiramiz va sabzi personajimizning rasmini biriktirib, ikkita promptni o'rtasiga endi biza boyagi tekst bor-ku, sabzavotlarni gapiradigan gapi, o'shani olib turib qo'yamiz. Mana personaj o'zbek tilida gapiradi va nima deb gapirish. V3 ni nastroykalarini bir ko'rib chiqamiz. Hammasi joyida bo'lsa, shorts format bo'lsa, bitta video bo'lsa va kreditimiz bo'lsa, mana endi generatsiyani bosamiz. Biroz kutamiz va videomiz tayyor bo'ldi. Videomizni ko'ramiz. Men sabziman. Inson uchun men sog'liq va quvvatman. Meni yeb yursang, tanang senga xizmat qiladi. Men sabziman. Juda ajoyib do'stlar. Realni juda ajoyib qilib gapiryapti. Agar videoda xatolik bo'ladigan bo'lsa, qaytadan generatsiyaga yuborishingiz mumkin. Xuddi shunday qilib, ikkinchi sabzavotimizni ham animatsiyasini generatsiya qilib olamiz va bu yerda ko'rib turganingizdek emotsiyalarni o'zingiz berishingiz mumkin. Xohlagan emotsiyangizni berasiz. Men bu yerda masalan tajovuzkorlik dedim va gapiradigan tekstni tashlab generatsiya bosdim. Mana videomiz tayyor bo'ldi, ko'ramiz buni ham. Men pomidorman. Inson uchun men ta'm va rangman. Yangi bo'lsam ovqat tirikdek tuyuladi. Uchinchi personajimizni generatsiya qilamiz, promptni olamiz, tashlaymiz, tekstni olamiz, tashlaymiz va emotsiyani yozamiz. Keling, xotirjam deymiz. Endi bu yerda bolgar murchini gapiradigan gapini biroz boshqacha qilishimiz mumkin. O'zimizni tilimizdan, o'zimiz qo'limiz bilan yozishimiz mumkin. Keling, Tornado kanaldagilar deb sizlar uchun tekst yozaman mana. Va bu yerda yana nima qo'shsam ekan? Hozir. Men ovqatga qo'shganda keling. Mendan achchiq tushuk qiladilar. Mana shu tekst bo'ladi, mayli. Endi generatsiyaga yuboramiz. Biroz kutamiz va mana videomiz tayyor bo'ldi. Ko'ramiz. Men bolgar murchiman. Tornado kanaldagilar sizlar uchun juda kerakman. Mendan achchiq-chuchuq qiladilar.
Men bolgar murchiman. Tornado kanaldagilar sizlar uchun juda kerakman. Mendan achchiq-chuchuq qiladilar. Do'stlar, endi bu tayyor bo'lgan videolarni birin-ketin sifatini yaxshilab, bu yerdan skachatni bosib turib, улучшить разрешение 1080 degan Full HD ni bosib chiqamiz. Uchala videoga ham shuni bosamiz va videolarimizni skachat qilib olamiz kompyuterga. Endi CapCut dasturiga kiramiz. 3ta videomizni ham olib kelib bu yerga tashlaymiz va ularni ketma-ketlikda joylaymiz. Sabzi, pomidor va bolgar murchi. Endi videoni ko'ramiz. Men sabziman. Inson uchun men sog'liq va quvvatman. Meni yeb yursang, tanang senga xizmat qiladi. Men pomidorman. Inson uchun men ta'm va rangman. Yangi bo'lsam, ovqat tirikdek tuyuladi. Men bolgar murchiman. Tornado kanaldagilar sizlar uchun juda kerakman. Mendan achchiq-chuchuq qiladilar. Mana juda ajoyib bo'ldi do'stlar. Bularning orasiga endi effekt yoki переход qo'yishimiz mumkin. Masalan, переходga kirib, svetoy переходni bosib, xuddi sabzavotlarni portlashda ishlatilgan svetoy переход qo'yishimiz mumkin. Endi bularni endi logotipini, himoya yozuvini o'chirishimiz kerak. Buning uchun 3ta videomizni ham bitta kompozitsiya qilamiz va masshtabini biroz kattaroq qilib, расположение joylashuvini o'zgartiramiz va logotipni pastga yashiramiz. Va mana bizning videomiz tayyor bo'ldi. Endi videoni eksport qilamiz va videoni ko'ramiz. Men sabziman. Inson uchun men sog'liq va quvvatman. Meni yeb yursang, tanang senga xizmat qiladi. Men pomidorman. Inson uchun men ta'm va rangman. Yangi bo'lsam, ovqat tirikdek tuyuladi. Men bolgar murchiman. Tornado kanaldagilar sizlar uchun juda kerakman. Mendan achchiq-chuchuq qiladilar. Mana do'stlar, videomizni ko'rdingiz. Videoda ishlatilgan, generatsiya qilishda ishlatilgan barcha promptlarni bizani Tornado Telegram kanalimizga joylab qo'ydim. Video ostidagi havoladan kanalimizga o'tib, bemalol promptlarni ko'chirib olishingiz mumkin. Shuningdek, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, yana shunaqa foydali darslar joylangan, ularni ham ko'rib foydalanishingiz mumkin. Hammaga rahmat, salomat bo'ling.